Agar to'g'ri parvarish qilinmasa, yog'li teri yaltirab ko'rinishi va terida husnbuzarlar ko'payishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa terini turini aniqlash, to'g'ri mahsulotlarni tanlash va to'g'ri parvarishlash uchun muhim. Bugungi videoda aynan shular haqida gaplashamiz. Teri turi haqida. Butun tanamiz bo'ylab terimiz ostida yog' bezlari joylashgan. Bu bezlarning vazifasi yog' ishlab chiqarish, teri namligini saqlash va teri ustida himoya qatlamini yaratish. Bu himoya qatlami bizni turli infeksiya, chang va kirlardan saqlaydi. Agar ushbu bezlar ko'p yog' ishlab chiqarsa, teri yaltiroq, yog'li ko'rinishga keladi. Bu esa teri po'ralari yopilib qolish ehtimolini oshiradi va husnbuzarlar paydo bo'lishini ko'paytiradi. Nega ba'zilarda teri yog'li bo'ladi-yu, boshqalarda esa quruq? Bunga bir nechta holat sabab bo'lishi mumkin. Genetika. Agar ota-onangiz yoki boshqa oila a'zolaringizda yog'li teri bo'lsa, sizda ham shunday bo'lish ehtimoli balandroq. Gormonlar, jinsiy gormonlar ko'payishi terida yog' ishlab chiqarishini kuchaytiradi. Misol uchun, erkaklarda testosteron va boshqa androgenlarning oshishi bunga sabab bo'ladi. Ovqatlanish, kundalik iste'mol qilinadigan ba'zi mahsulotlar yog' ishlab chiqarishini ko'paytirishi mumkin. Bularga sut mahsulotlari, shakarli va yog'li taomlar kiradi. Iqlim, issiq, namlik darajasi yuqori joyda yashash ham terini yog'lanishiga sabab bo'ladi. Issiqlik tufayli terimiz suyuqlik yo'qotadi. Buni qoplash uchun yog' bezlari ko'proq yog' ishlab chiqaradi. Teri turini aniqlashda tashqi ko'rinish terimizni qanday his qilishimizdan kelib chiqib ajratishimiz mumkin. Tashqi ko'rinish nomidan kelib chiqib yaltiroq, yog'li ko'rinadi. Bu T zonasida ko'proq kuzatiladi. Peshona, burun va iyak sohalarida. Kengaygan, ko'zga ko'rinadigan po'ralar. Yog'li terida po'ralar yopilishi oson bo'lgani sabab husnbuzar, yallig'lanishlar ko'p kuzatiladi va ulardan dog'lar ham qolishi mumkin. Bundan tashqari, yuvgandan keyin toza, quruq tuyuladi, lekin biroz o'tib yana yaltiroq, yog'li holatga kelib qoladi. Tez yuvib turilmasa, og'ir, yopishqoq tuyuladi. Kamdan kam hollarda qattiq yoki quruq tuyuladi. Tekkanda yog'li tuyuladi, ayniqsa kun o'rtasida. Quyidagilar ko'p uchraydi. Po'ralar osongina yopilib qolishi, teridagi notekis tuzilish, husnbuzar, qora yoki oq nuqtalarni tez kuzatilishi. Ayollarda makiyajni oson siljishi yoki tez ko'chib tushishi. Kimlarda uchraydi? Yuqori gormonal daraja tufayli asosan o'smirlarda uchraydi. 13-25 yosh oralarida. Erkaklarda, chunki teri ostida yog' ko'p ishlab chiqarilishiga moyillik ko'proq bo'ladi. Issiq va namlik darajasi baland hududlarda yashovchi kishilarda. Bu ham terining yog'lanishiga sabab bo'ladi. Yuqori glikemik indeksga ega taomlardan va sut mahsulotlaridan ko'p iste'mol qiladigan odamlarda ham ko'p kuzatiladi. Parvarish tartibi. Terini kuniga 1 yoki 2 marta parvarishlash mumkin. Bu teriga qancha vaqt ajratishga tayyor ekaningizga bog'liq. Bir marta parvarishlaganda buni kechqurun uyquga yotishdan oldin amalga oshiring. Shunda kun davomida yuzda yig'ilgan chang va turli kirlardan tozalaysiz. Bu bilan teri tunda qayta tiklanish rejimiga o'tadi. Yog'li teri uchun 5 turdagi mahsulotlar tavsiya qilinadi. Tozalovchi, quyoshga qarshi krem, namlantiruvchi, serum yoki zardob ham deb nomlanadi, loyli maskalar. Bu mahsulotlarning hammasidan foydalanish tavsiya qilinadi, ammo shart emas. Imkoniyatingizdan kelib chiqib, bitta, ikkita yoki hammasini ishlatishingiz mumkin. Foydalanish tartibi. Birinchi, yuzni gelli yoki salisil kislotasi bor tozalovchilar bilan tozalab olasiz. Keyin niacinamid yoki sink serumlardan foydalanasiz. Bundan so'ng yog'siz, yengil namlantiruvchilardan foydalanasiz. Bundan tashqari, yuz uchun niqoblardan foydalanish mumkin. Haftada 1 yoki 2 marta bu kabi niqoblar teridan ortiqcha yog'ni olib tashlaydi, yaltirashni kamaytiradi. Yopilib qolgan teri po'ralarini ochadi va terini taranglashtiradi. Bundan tashqari, har kuni oftobga chiqishdan oldin quyosh kremidan foydalaning. Yuqoridagi vositalar terini tozalash va qayta tiklashga qaratilgan bo'lsa, quyosh kremi zararli nurlardan terini himoyalash uchun ishlatiladi. Tarkibiy qism. Mahsulotlar sotib olayotganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Maqsad: ushbu teri turini parvarishlash orqali yog' ishlab chiqarilishini nazorat qilish, po'ralar yopilib qolishi va husnbuzar paydo bo'lishini oldini olish, terini ortiqcha quritib yubormasdan balansda saqlash. Teri uchun mahsulot tanlayotganda mahsulot tarkibida quyidagilar bo'lishi tavsiya qilinadi. Salisil kislota po'ralar yopilishini oldini oladi, husnbuzarlarni nazorat qiladi. Niacinamid, sebum ishlab chiqarilishini kamaytiradi, teri teksturasini yaxshilaydi. Kaolin, bentonit ortiqcha yog'ni so'rib oladi. Sink yog'ni va yallig'lanishni kamaytiradi.
Choy daraxti yog'i husnbuzarlar uchun antibakterial hisoblanadi. Tavsiya qilinmaydiganlar: og'ir yog'lar, kokos yog'i, mineral yog', tarkibida ko'p alkogol saqlovchi mahsulotlar. Ushbu vositalar terini ortiqcha quritib yuboradi. Natijada yog' bezlari ko'p yog' ishlab chiqarishga olib keladi. Ba'zi alkogol saqlovchi vositalarni qo'llash mumkin. Bular dermatolog maslahati bilan tanlanishi kerak. Petroleum, kon yoki siloxane bilan tuguvchi mahsulotlar, ular yuz terisiga og'ir tuyuladi va poralarni yopib qo'yishi mumkin. Silikon saqlovchi barcha mahsulotlar ham taqiqlangan emas. Ba'zilarini ishlatish mumkin, agar ular komedon hosil qilmaydigan bo'lsa. Misol uchun, dimetikon. Bunga qo'shimcha tarzda teri uchun og'ir bo'lgan, terini yopib qo'yuvchi mahsulotlar bilan birga ishlatish tavsiya qilinmaydi. Agarda yuz yog' darajasi, husnbuzarlar ko'p bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashing. O'zboshimchalik bilan davolashga urinmang. Quyidagilar tavsiya etiladi. Kuniga yuzni 2 marta yuvish, ertalab va kechqurun. Agar kun davomida teri yog'lansa, yupqa salfetkadan foydalanib, yog'ni kamaytirib turing. Yetarlicha suv iching. Tanada suv miqdori yetarli bo'lishi yog'ni balansda bo'lishiga yordam beradi. Yog', shakar va sutli mahsulotlarni kamaytiring. Bu turdagi mahsulotlar yog' ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Tavsiya etilmaydiganlar: yog'li terini ortiqcha yuvish. Ortiqcha yuvganda biz terini himoyalovchi yog'larni olib tashlaymiz. Natijada yog' bezlari yana ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlaydi va yuz yanada ko'proq yog'lanishda davom etadi. Shuning uchun yuz terisi yog'li bo'lgan kishilarga yuzni ko'p yuvish tavsiya qilinmaydi. Kun davomida yuzingizga tegishdan saqlaning. Teri turini to'g'ri aniqlash, unga mos mahsulotlardan foydalanish va kundalik parvarish tartibiga amal qilsangiz, teringiz tiniq va sog'lom ko'rinishini saqlab qoladi. Husnbuzarlarning qanday turlari bor va ular qanday davolanadi? Ekrandagi video orqali tomosha qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.